Assalomu alaykum, hurmatli Qudratuz kanalining obunachilari, chorvadorlar, semiz buqa ishqibozlari. Bugun videomiz Namangan viloyati, Yangi Namangan tumani Samarqand Safxoz chorva bozoridamiz. Kimdaroq turash? Samarqand Safxoz chorva bozorida semiz buqani qatorida inshaalloh videolarimizni boshladik. 2025-yil 15-iyun hafta kuniga yakshanba. Chipillam bo'ldi bu. Kimdaroq tur? Video o'tganda. Ish bilan bo'ldi bu? Bilmayman qancha. 52 ming so'mdan. Sal qaytarib ol. $540 kilo 52 ming so'mdan bo'lgan variantlari o'zi ko'ramiz. Boqma. 540 kilo 52 ming so'mdan. Hozir bitta to'liq ko'rsatib o'tamiz. Keyin biz videolarimizni inshaalloh boshdan oxirigacha bo'ylab 135 atrofida boqma o'zimizning mesini paroda tarixini. Xo'p, endi keyingilardan ko'ramiz. Xo'p, savdolarimiz inshaalloh yaxshi. Bozorlarimiz yurishib qolibdi inshaalloh. Bozorlarimiz bo'sh barbar. Semiz, olago'sh. Qirg'iziston paroda. Shashlik turibdi, bozor ko'tarib o'ziga. Ikkovi ham bir xil o'qibosh. Qizib qoptida nariga. Kelar ikki tarafga tortishsa, shu narsa ketadi. Bir tarafga tortib olishibdi, orqasidan yurib qiynaveradi. Shunda nari tarafga qarab ketish kerak o'zi. O, ana endi ajradi haqiqiy. Hop, Qirg'iziston paroda bo'ylab 130 atrofida 130 ga plus 135 ga qiynaladi lekin 500 kilo yuqorisida bo'lgan variantlardan o'z bilan savdosini bilamiz boshladik. Aka necha pul bo'ldi buni savdosi? Formani. Qancha kam bor aytyapsizlar? Ha, ularniki ham o'zi kelishsunchalardan bitta bilamiz. Savdolarini xudo xolasa. Bungacha keyingilarini bilib turamiz. Necha pul bo'ldi bu tarozi? Necha kilo chiqdi bu? 435 kilo chiqibdi. Hozir bitta narxlarni ham bilamiz. Xudo xolasa. O'rba boshla. Assalomu alaykum. Charchamay turibsizmi? Qaysi biri sizda endi qanchadan bo'ldi? Qancha qilmadimi? Valla kimdan aka semizlar? Sotilgan hammasi. Hammasi qanchadan bo'ldi? Narxini bilinmaydi. Bugundan bo'lishdi okalarimiz. Sotilgan variantlar ekan bular, semizlarga. Ich pul atrofida chiqdi mashinalar. 58 bormi yo? 55 ming qilibdi basi. 55 ming so'mdan. Kiloga 55 ming so'mdan. Semiz bilan shu 550 yuqorisida mal. Qo'yinki semizda mal. 55 ming so'mdan. O'zi 52 mingligini ko'rdinglar. Qancha qilib turishib savdosini o'zi buni? 13 million 600 ming so'm. 1.15, 1.10 ga plus, 1.15 ga qiynaladi. 13 million 200 ming so'm Qirg'iziston parodan savdosi bo'lyapti. Endi o'zimizning mesli parodani ko'raylikcha, bo'ylab 1.25 atrofida chiqib qoladi. Sal ingichkaroq ekan, lekin qorni bor ekan, qorni yerga yaqin. Savdosi qancha bo'ldi buni? Qancha narx aytilyapti? Qudratuz. Amin aytganingiz uchun podpischilar. Hop. 35 million kam bor aytilyapti ekan, hali savdosi bo'lmabdi bozorimizda. O'zi savdo ham 7:30 bo'ldi. 7 dan 34 daqiqa o'tdi. Bozorlarimiz sal dam ekan. Hop. O'sha 500 kg bag'da chiqib qoladi inshaalloh. Hop, endi keyingisini ko'raylik Qirg'iziston paroda. Hop, asosiy yo'q semirgan chiroyli ekan. Bo'ylab 125 atrofida o'z buni savdosini bilamiz, qancha bo'lganini. Qancha bo'ldi hoji aka xurmoni? Savdosi qancha bo'ldi? 29 million so'm savdosi bo'lyapti. To'raziga qanchadan so'rashdi? 59 ming so'm. 59 ming so'mdan to'raziga so'rashdi. Oyog'icha 29 million so'm savdosi bo'libdi. To'raziga chiqmagan ha? To'raziga chiqmagan. O'sha 480 kilo ag'bag'ida chiqib qoladi, xudo xolasa. Yelka bo'ldi, asosan bir xil holatda semirgani. Bozorini bersin, charchama. Endi keyingisini ko'ramiz. Greenford. Savdosi qancha bo'ldi hoji aka buni? 26 million so'm. Bu ham akalik bilan bir xil ekan, 26 million so'm savdosi bo'ldi bunisi. 120 atrofida bu ham shu 400 kilo chiqib qoladi. 400 kilo bag'da bo'lgan bunisi.
380 dan yuqori 400 ga qiynalib chiqib qoladi. Boqma asosan bu. Hop, endi keyingilardan ko'ramiz. Mana eda o'zimizni mesini paroda ekan. Bitta bilaylikchi buni savdosi qancha bo'ldi buni? Horma. Savdosi qancha bo'ldi? 38 million. 38 million so'm savdosi bo'libdi yoki 38 million kam bormi? Ha, 42 million kam bor aytiladi, 38 million so'm savdosi bo'libdi. Bo'li bir 30 ag'bag'ida chiqib qoladi. To'razga chiqmadimi? 600 kilo tevada bormi? 640 kilo ag'bag'ida deyapti legalari. 38 million so'm savdosi bo'libdi, berilmagan. 38 million. Bu ham semiz lekin yo'qsiz bu ham. Asosiy holati o'zi yo'qsiz semirish moda bo'ldi. Sababi kecha hayitda o'zim mol so'ydim. O'shanda ko'p buqalarda yo'qsiz chiqdi. Bitta xunaji yo'qlik chiqdi, qolgan birortasi yo'qsiz chiqdi. Damasa 8 ta so'ygan bo'lsam. O'zi yo'qsiz bo'ldi ko'pchilik joylar. Xo'p, mana avlikoli ko'raylikchi, semiz avlikoli bo'ylab 135 atrofida chiqadi. Savdosi qancha bo'ldi buni Hormani? 45 million deyapmiz. 45 million. Bozor qancha pul berdi? 40 ham qilyapti, 42 ham qilyapti. 40 bilan 42 ning orasida savdosi bo'lyapti. 40 million bilan 42 million orasida savdosi bo'lyapti ekan. Xo'p, 600 ag'bag'ida chiqib qoladi. To'razga chiqmadimi? To'razga chiqmadi. 600 kilo ag'bag'ida chiqib qoladi. Xudo xolasa suyak og'ir bo'ladi. Xo'p, endi keyingilardan ko'ramiz. O'zimiz mesini paroda boqmay ekan keyingisi. Boqmani ko'raylikchi, bo'ylab 30 ag'bag'ida chiqib qoladi. O'zimiz mesini paroda ingichka ekan lekin. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? Qani savdosi bo'lyapti o'zi ashada? Sizdan emas. Egalar shular turibdi ekala savdosi bo'lmabdi. Bizdan bilmayman deyaptilar. Hop, endi keyingisini ko'raylikchi, Qirg'iziston paroda. Hop, bo'ylab 25 atrofida keladi. Semiz lekin. Savdosi qancha bo'ldi? 27 million so'm. 27 million so'm savdosi bo'libdi. Xo'p, boqilgan bu tayyor. To'razga chiqdimi? To'razga chiqmadi. Ichki atrofida. Xo'p. 500 ga 500 qiynaladi, 480 yuqorisida lekin 500 ga qiynaladi. Xo'p, endi keyingi boqmani ko'raylikchi. Mana yerda boqma. Savdosi qancha bo'ldi aka buni Horma? Savdosi qancha bo'ldi? Hali savdosi bo'lmabdi. Soatimiz o'zi 8 bo'lyapti, savdosi hali bo'lmadi deyishyapti. Lekin bo'ylab 40 atrofida chiqadi boqma. Mana yerda ko'raylikchi. Deydi. Semiz asosan hamma semizlar bilan. Mana hozir 438 kilo nimani mash kelganda. 438 kilo deyishdi, bo'ylab 30 125 ga plyus ekan. Boqma. Hopani keyingilar valla kimdan ekan? Bular kimdan ekan valla? Savdosini bilmadingmi? Kimdan ekan bular? Savdosi qanchadan bo'ldi bular? Savdolar qanchadan bo'ldi? Oka, nima kirganida hech kim so'ramadi. Xo'p, bozorimiz shunaqada endi sig'ib qoldi bari. Savdosi hali bo'lmabdi bularni. Endi Xudo xolasa yurib ketadi. Barakasi messiyo bo'lar. Endi keyingilardan ko'ramiz. Mana Baq sekin boqmalar o'tayveramiz. O'zi bog'da o'zi asosiylarini chiqazdik. Keyingilardan ko'raylikchi mana dagilarni Qirg'iziston paroda. Olagosh yaxshi. Savdosi qancha bo'ldi? 22 million so'm. 120 atrofida chiqib qoladi. 22 million so'm savdosi bo'libdi o'zi Qirg'iziston paroda. Lekin boqqan tayyorda mashina shuni boqaversa bo'laveradi, Xudo xolasa. Hop, ichkilar chiqadi To'raziga. 300 kilo yuqorisida bo'lgan variantlarda. 300 kilo yuqorisida ishlar. Buni keyingisini ko'raylik, o'zimizning mesini paroda. To'g'ri nimaga? Charchama. Assalomu alaykum. Uchimiz. Savdosi qancha? Bu biladimi? Hop, o'zimiz mahallaning mollari. Bo'ylab 120 chiqadi. Mol yaxshi. Boqishga tayyorda, boqaverish kerak bular. 120 ga plyus kelaveradi bo'ylari. Boqma. Biz gapdan chiqib qopti, maqtab o'sdi. Qanchadan bo'ldi savdosi? Assalomu alaykum. Sizsiz? Nimaga? Savdosiga baraka deng. Barakasini bersin. Qanchadan bo'ldi? 20 dan so'rabdi. 20 milliondan 40 million so'm chiqiga. Qo'shilsa beriladigan variantlar ishkir manjolni. Ular iti yaxshi, xohlasa gapdan chiqqan asosan. 20 milliondan 40 million so'm jipiga savdosi o'tdi. Pashti bir xil ikkovi ham.
Qashti bir xil. Barakasini bersin. O'zlaring charchab. Hop, endi keyingilardan ko'ramiz bitta bag'da yana. Hop. Olov go'shtlar. Bozorimiz boqmaga nisbatan to'lib qoldi. Boqma ko'p bozorimizda. Keyingisini ko'raylik, boqma tayyor. 1.30 atrofida chiqib qoladi bo'ylari. Shvet. Qancha bo'lsa savdosi buni, o'rmani? 24 bo'ldi. 24 million so'm savdosi bo'lyapti. Boqma, boqishga tayyor bu shvet o'zimizning mesini poroda. Hop, bo'ylar 1.30 chiqadi. Hop, tarazisi 400 kg yuqorisida bo'lgan variantlaridan. Chiroyli narsa ekan lekin. Bozorini bersin, keyingisini ko'ramiz manadagini. Bu ham boqma. Hop, 400 kg yuqorisida bo'lgani qudrati o'z. Hop, bo'ylari 1.35 atrofida chiqib qoladi. Xudo xolis 1.30 ga piyimiz, savdosini bilamiz. Qancha bo'ldi savdosi? Hormani. Savdosi qancha bo'ldi? 23 million so'm. 23 million so'm savdosi bo'ldi. Berishmagan variantlar. 1.30 ga piyimiz, 1.35 atrofida chiqib qoladi. 30 ga piyimiz lekin. O'zlarining hammani hopini keyingisini ko'raylik. Beyda boqma o'sha yosh boqishga tayyor bo'lganlari. Savdosi qancha bo'ldi buni? Sizlardanmi? 22 million so'm. Bo'lar 1.20 ga piylis keladi, 22 million so'm savdosi bo'ldi shunimiz. Shvet o'zimizning mesni poroda 380 kg bag'da chiqib qoladi variantlardan. Bunisi qancha bo'ldi? 20 million so'm. O'zimiz mesni poroda ozmoz yem yegani bor. 20 million so'm savdosi bo'ldi. Yem yegan lekin bo'lar 1.20 ga chiqib qoladi. Nargis 1.20 ga piylis chiqadi, bu 1.20 xudo xolasa. Hozir. Kechirasizlar, bu 1.20 chiqmaydi. 1.15 ga piylis keladi bunisi. 1.20 chiqmaydi. Hop. 20 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Buni qancha bo'ldi savdosi? Boqma bunisi. 23 million so'm savdosi bo'lyapti. Boqma lekin bo'ylar 1.25 atrofida keladi. Boqishga tayyor boqma ekan. O'zimizning mesini poroda 23 million so'm savdosi bo'ldi ekan shuni. Bozorini bersin. Hop, endi keyingilardan ko'ramiz. Mana shu yerda chorniy piyoslar rossiyskiy bo'lsa kerak, yo'q bo'lmasa qaysi paroda edi? Parodalar ko'pligida ismlar chiqib qo'ydi. Hop, savdosini bitta bilan qancha bo'ldi ekan savdosi? 45 million so'm. 800 kg chiqadimi? 800 kg chiqib qoladimi atrofida? 800 kg atrofida chiqadi. Boqma lekin 45 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Bozorda yagona bo'lib turibdi. Bo'ylar 1.5 atrofida chiqib qoladi. Xudo xolasa, boqma asosan. Qancha bo'ldi ekan buni savdosi? 28 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Hop. Boqma. 28 million so'm. Buni 25 ga piylis keladi. 28 million so'm savdosi bo'lyapti. 400 kg vaqtida chiqib qoladi umqamiz. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Yana savdosi bo'lyapti mo'ljalda. Bo'ylar 1.35 atrofida chiqib qoladi. Hop. Oraziga 600 kg vaqtida keladi. Bu boqma asosan. Biz buni bitta narxini bilamiz, qancha bo'layotganini. Qancha bo'lyapti savdosi buni hormoni? 33 million so'm kami bor aytilyapti. Bozor bo'lganicha savdosi 30 ga ozgina kam savdosi bo'lyapti. 33 million kam bor aytilyapti. 30 ga ozgina kam da 4 rakam, o'sha 3 yo 2 kam bo'lyapti. Endi keyingilardan ko'ramiz anadagilardan. Xo'p, qayerdagilar hammasi semizdan qo'yadi. O'sha ich bilan bo'lgan ekan, bilasizlar-da? 8 lira 3 24 million 3 Nergi 24 million, 25 ta. Mana 28. Mana 28 million so'mdan savdosi bo'lgan. Hop, bo'ylari 1.20 atrofida chiqadi, 28 million so'mdan 3. Testoqon, hop, bular 400 kg yuqorisida chiqadi. Malla 25 million so'mdan mana 3. 25 million so'mdan savdosi bo'lgan. Sotilgan variantlardan. Hop. Endi bozorimiz yana bir bor inshaalloh. Ko'chat buqachalarni chiqazamiz bu yerdan yana bitta. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rganingizga rozi bo'ling, barakasini bersin.